Mana nimaga hamma uyga asfalt bosyapti do'stlar. Nimaga desalar ham bunimiz zo'r tomonlari vaqti ko'p ekan. Betizga bijir-bijir qo'yib. Ushbu fayzli xonadonimizga 150 kvadrat metrga akalarimiz chiroyli qilib asfalt bosib beryapti. Bu xizmatda ya'ni asfaltchi bolalar jamoasi qilib beryapti. Chiroyli qilib, zasipkalargacha chiroyli qilib, uklonlargacha olishibdi. Ushbu xonadonimizga ahamiyat bersalar, asfaltimiz ya'ni tekizlangandan keyin 5-5,5 sm qalinlikda bo'lar ekan. Xolasangiz 7-8 dan qilib berishaverar ekan. Ular albatta kelishilgan holatda bo'lar ekan. To'liq ma'lumotni endi Hikmatullo akadan olamiz. Assalomu alaykum. Hikmatullo aka, charchamang. Ishlar yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Hikmatullo akam ham ish qilaveradilar, ham savolimizga javob berib ketaveradilar, aka. Xudo xolasa. Hikmatullo aka mana zasipkalar chiroyli qilib bersizlar. Asfaltimizga 1 yil garantiya beramiz dedingiz, aka. Xudo xolasa 1 yil garantiya bor. Asfaltning qatishiga, soqishlari yaxshi chiqishiga garantiya bor asfalt tomonidan. Usta tomonidan, o'zimiz tomonidan suv to'planmasligiga, uklonlarga javob beramiz, xudo xolasa. Uklonlarga javob beriladi. Keyin yana bitta savol, aka. Bizda ko'pinchalik mashina kirsa yoki tagidan qanaqadir narsalar o'sib chiqib, asfaltimiz yorilib ketyapti. Unaqa muammo bo'lmaydi, aka. Xudo xolasa yo'q, unaqa muammo bo'lmaydi. O'shalarga garantiya beriladi. Ajrollari bo'lsa, dorilari, tuzlarini sepib, xudo xolasa. Chiroyli qilib beriladi. Yonlariga ham do'stlar ahamiyat bersalar ham bir tekizda hali bosilgani yo'q bu asfaltimiz. Ya'ni bunimiz nima deylardi? Bosiladigan narsamiz, aka? Lyapka. Lyapkada hali bosilgani yo'q. Bunimiz o'zi ham 150 kilo ekan. Agar xohlasalar katta ob'yemda ishlasalar, hali o'zini 2 tonna, 1 tonnalik o'zini mashinalar bo'lib, o'shunda bosib beraverasizlar, aka. Texnikalarimiz ham bor. Texnikalar ob'yemga qarab qilib beriladi. Ko'chalar endi tonnaga dagovor bo'ladi. Bu joylarimiz kvadratga bo'ladi, xudo xolasa. Hozir qalinligi aytganimizda bu xonadonga 5-5,5 sm bo'ladimi? 5-5,5 sm katoydan keyin. Katoydan keyin. Katoy bosgandan keyin shunaqa qoladi. Hozir 7 o'shanaqa 7-8 davom beradi. 7, 6,5 tashaladi qalinligi. Tashaladi, xudo xolasa. Katoydan keyin o'sha chiroyli qilib 5,5 qoladi, xudo xolasa. Xudo xolasa qilib beriladi. Aka, asfaltimizni bitumi qanaqa bo'ladi? Bitim aka, Rossiya Farg'ona aralashgan. Aralashgan. Turkman yo'q, aralashmagan. Xolasa yaxshi. Xo'p, aka, mana hamma bitum deyshadi. Rossiya bilan boshqalarning nima farqi bor o'zi? Rossiya bitum bilan, aka? Rossiya bitum aka brendda endi. Sifatli. Sifatli, qatishi ham yaxshi. Xudo xolasa. Ajolat qilmaydi. Xudo xolasa, ajolat. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, xudo xolasa bitumi sizlarga o'sha Rossiya yana zakaz asosida qarab turib, yana ham bitumini ko'proq qilib bersa, uni ham qilib berilaveradi, aka. Qo'shib beriladi. Zakazga qarab bitumini menga ko'proq qilib ber deydigan bo'lsa, chiroyli qilib qo'shib, nimasini qilib berilaveradi. Mana do'stlar, asfalt to'kilishini ham, mayinlikni ham ko'ryapsizlar. Toshlariga ham ahamiyat bersalar, yirik basa bu. Saqchimiz nimalarga ahamiyat bersalar, bilesga ham yaxshi joyda. O'zi yiriklarda adashmasam, katta yo'lni bo'yiga asfaltlarga ishlatiladi. Yiriklar, to'ppa-to'g'ri. Mashina yo'llariga. Asfalt yo'llariga, nima deydi, mashina yuradigan yo'llarga yirik asfalt aytish kerak. Xonadonlarga bo'lsa, mayin asfalt aytamiz. Mayin asfalt aytiladi. Xo'p, aka, uklonimiz 1 metrga 1 santimetrmi? Qanaqa bo'ladi? 1 metrga 1 santimetr, 1,5 santimetr standart. Standart qilingan. Ya'ni do'stlar, bu yoqdan ahamiyat bersalar, qaranglar, hozir 8likni hisobiga ham hali bosilmasdan oldin ahamiyat bersalar, suv oqadigan qilib chiroyli qilib berishgan. Ya'ni yomg'ir yog'gandan keyin sizga qanaqadir manetizali ko'lmay bo'lib qoladi ko'pchilikning uyida. Unaqa muammolar kuzatilmaydi. Xudo xolasa unaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa. Zasipkani ham akalarimiz chiroyli qilib berishgan. Zasipka xizmati bepul, metsularni olib bersa. Metsularni olib bersa, zasipka xizmati bepul bo'ladi. Birinchi o'rinda zasipkasini tayyorlab olasizlar. Zasipkasini tayyorlab olamiz. Agar qalin yeydigan bo'lsa joyimiz, Pesoyda yoki Shag'alda qalin yeydigan bo'lsa, Tramovka vibratorlarimiz bor. Vibratorlar ham bor. Bu hozir vibrator yo'qligining sababi do'stlar, joyimiz yaxshi. Joyimiz o'zi yaxshi. Joyimiz yaxshi, o'shunga qarab. Zasipkalar qalin tashalgani yo'q. Chiroyli qilib beriladi, xudo xolasa do'stlar. Bu 150 kvadratni necha kunda qilib berasizlar, aka? Bugun ertalab keldik, mana xudo xolasa. Chiroyli qilib payti bo'lib qoldi. Tugatasizlar. 1-2 soatda tugatib chiqib ketamiz. Tugatib, chiroyli qilib beriladi. Nechta brigadalang bor aka? Brigadalarimiz xo'p, o'zimizda hozircha bitta. Lekin kerak bo'ladigan bo'lsa, yana 5-6 ta o'zimiz sheriklar bor, brigadalar bor. Ishlab beriladi, xudo xolasa. Zo'r qilib. Do'stlar, burchaklarga ahamiyat bersalar, mana burchakka bosib berishgan. Ya'ni bu nimaga desalar, ko'pchilik asfalt qilgandan keyin manetdan tushib ketardi oldin, aka. Shuni hisobiga, ya'ni stop vazifasini bajarib beradi. Asfaltda to'xtashiga, o'sha asfalt chekasini tishlab olishiga o'sha
Brushatkalar bosib beryapti. Brushatkalar bosib berilyapti. Xolos siz brushatka xizmati ham mavjud o'sha yonlariga. O'zingizlar qilib bergansizlar buni. Uni o'zimiz qilib berganmiz. Uni metrini 35 ming so'mdan. 35 ming o'zimiz olib kelib bosib beramiz. Chiroyli qilib berishgan. Aytganimizda zo'r qilib berishgan. Do'stlar, muammosi yo'q. Aytganimizda 1 yil garantiya beriladi. Bu og'zaki emas, dokumentalniy. Dokumentalniy. Muammo qilinmaydi. Xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Qalinligi 5-5,5 bo'ladi. Aytganimizda do'stlar, bu narxlar ichida 1 kvadrat metr necha pul bo'ladi o'zi aka? Xo'p, bu joyda aynan shu joyda 67 ming so'mdan bosib beryapmiz. Eng arzon necha puldan aka? Eng arzoni agar kvadrati ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha arzon bo'lib ketaveradi aka. Xudo xolasa. Eng arzoni o'sha 58 ming, 59 ming so'mdan boshlanadi. Arzonni bosib beramiz. Eng qimmati necha puldan aka? Qimmati endi agar joyni uzoqligiga qarab, uzoq bo'ladigan bo'lsa, vodiyda chekka joylarda yoki kvadrati 100 kvadrat undan ozroq bo'ladigan bo'lsa, eng qimmati o'sha 80 mingga borib qolishi mumkin. 80 minggacha bo'ladi. Ya'ni 58 ming so'mdan boshlab turib do'stlar, 80 ming so'mgacha bu narxlar ichida vodiy bo'lib shunaqa xizmat qilib berishadi. Ya'ni bu narxlar ichida asfali, usta haqqi, dizaynerlik xizmati, o'lchashi hamma yo'q ichida. Sizdan talab qilinadigan narsa shu obyektlarni qilib berasizlar, ustakalarimizga. Shu obyekt zo'r qilib bersalar ham bo'ldi. Endi suv pullarni berasizlar, issiqda ishlashadi. Bu tabiiy holat. Hammamiz nima qilaylik? Boshqa ish nima kerak emas. Shu xolos. Endi burchaklarga mana bunday holatda stop qilib, ya'ni burchatkalar qilib bersalar, ular 3 kvadrati, bu pagonometriga 35 metr. 35 ming so'mdan chiroyli qilib berishadi. Aytganimizda 1 yil garantiyalargacha berishadi. Hamma yo'qda aytdimmi, yana bir narsa qolib ketdimi aka? Xudo xolasa. Yo'q. Men hamma yo'qda aytdim, Hikmatullo aka. Xudo xolasa hamma yo'qda aytib chiroyli qilib berishadi. Ya'ni video davomida ko'rayotgan bo'lsalar, mana shu joylarimiz mana bitgan joyi bo'ladi. Bu polni uyimiz bitgan holatida holat xuddi shunaqa bo'lib, uklonlargacha chiroyli qilib berishadi. Kimgadir do'stlar sifatli asfalt xizmat kerak bo'lsa, ya'ni asfaltchi bolalar jamoasi chiroyli qilib shunaqa qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.